Avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar va obuna bo'lmasdan ushbu Qora Sher YouTube kanalini kuzatib kelayotgan muxlislar. Obuna bo'lib, like bosib, like'ni qizg'onmasdan va har bitta chiqarilayotgan videolarning ostida o'z fikr va mulohazalarini yozib qoldirayotganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Bugungi mavzu juda ham qiziqarli bo'ladi, sababi yurtimiz haqida, davlatimiz haqida, prezident haqida va boshqa vazirlar haqida bo'ladi. O'shaning uchun bu videoni o'tkazib olmasdan yaxshilab eshitishinglarni tavsiya qilgan bo'lar edim. Kelinglar o'sha gapni gapirishdan oldin, shu mavzuga o'tishdan oldin bir qo'shiqni eshitsak. Bu dunyoning azobidan qochish mumkin. Baliq bo'lib qarmog'idan qochish mumkin. Bu dunyoning azobidan qochish ham mumkin. Baliq bo'lib suvda suzib yurib boshqalarni qarmoqidan qochish ham mumkin. Yo'llar topib har yog'idan qochish mumkin. Yo'llar topib har tomonlama qochish ham mumkin. Ammo ajal kelganida qocholmaysan. Bir kun ajal kelganida qocholmaysan. Bir kun ajal kelganda qocholmaysan. Naqadar go'zal. Kibr qilma, kibr asli shaytondandir. Shukr qilgin, shukr mag'zi iymondandir. Maqtanishlar, tovlanishlar vaqtinchadir. Bir kun kafan kiyganingda yecholmaysan. Naqadar go'zal, a? Ba'zi bir insonlar borki, bizga o'xshab kamerani yoqib chiqib gapira olmaydi. Yoki uyaladi, yoki duduqlanib qoladi, yoki qandaydir hislatlari borki, gapira olmaydi. Shunday insonlar borki, o'zlarini ichidagi gaplarini she'r qilib qog'ozga tushirishadi qalam bilan. Va bu she'rni boshqa bir insonlar, san'atkorlar qo'shiq qilib bizga taqdim etishadi. Ana biz keyin bu qo'shiqlarni eshitib, ozgina xulosa qilib o'zimizni o'zgartiramiz. Ana endi bu mavzuni boshlaymiz. Ba'zi bir insonlar yozyaptiki, duxing yetsa prezident haqida gapir. Duxing yetsa gaz haqida gapir, duxing yetsa limit haqida gapir, elektr energiya haqida gapir deb gapirishadi. Yozishadi, telefon qilishadi. Elektr energiya, gaz siyqasi chiqib ketdi. Gapirmagan bitta men qoldim shekilli. Hamma gapirdi. Limit haqida, gaz masalasi, elektr energiyasi masalasi juda ham ko'p odamlar gapiryapti. Men ham gapirganman. Lekin nima o'zgaradi? Gapirganimizdan biron bir narsa o'zgaryaptimi? Balkim o'zgarish ehtimoli bordir. Kutyapmiz, qani biron bir narsa o'zgararmikan? Prezident haqida gapir deydi. Nimasini gapirishim kerak prezident haqida? Nimasini gapiray? Mana prezident bor, prezident chiqib ba'zi bir narsalarni, loyihalarni shakllantiryapti, gapiryapti, boshqa bir davlatlar bilan do'stlik tuzyapti, sulhlar tuzyapti, qancha narsalar bo'lyapti, Toshkent o'zgaryapti. Sekin astalik bilan ko'p narsalar o'zgarib boryapti. Tarixdan olishimiz kerak, tarixdan. Mana biz yaxshi ko'ramizki, biz turkiy avlodlarimiz deb gapiramiz. Biz shunday insonlarni avlodimiz deb gapiramiz. Lekin hozirgi kunda qilayotgan ishlarimiz shu gaplar bilan birgalikda tengmi yoki yo'qmi? Albatta yo'q. O'sha davrlarda bo'lgan professorlar, hozir bizni professorlarimiz qani? Amir Temurdek o'g'lonlarimiz qani? Juda ham kam. Lekin biz maqtanishni bilamiz, gapirishni bilamiz. Kimlargadir taqlid havas qilishni bilamiz. Dubayliklarni kiyingan kiyimiga havas qilamiz, turklarni kiyimiga havas qilamiz, turklarni ishlab chiqargan kinolariga havas qilamiz. O'zimizda qani o'zbekligimiz,
milliyligimiz, do'ppimiz, cho'ponlarimiz qani o'zimizda? Yo'q. Har bir inson o'zidan boshlashligi kerak. Har bir inson. Hozir men har bir narsani bitta isboti bilan, dalili bilan, faktlari bilan sizlarga tushuntirib beraman. Kelinglar, prezident haqida. Birinchi prezident kim bo'ldi? Islom Abdug'aniyevich Karimov. U insonni davrlarida nima ishlar bo'ldi-yu, nima ishlar bo'lmadi. U inson o'lib ketganidan keyin nimalar bo'ldi, nimalar bo'lmadi. Qancha boyliklari kimlarga o'tib ketdi? Yig'ib tergan boyliklari, qizlarini boyliklari yoki villalar, dachalar, pullar, korxonalar qani? Kimlargadir o'tib ketdi. Xuddi shu kabi mansabdan mansabing yo'qolgandan keyin sen hech kim emassan. Bu dunyoda har bir kishi o'limni eslab yashashligi kerak. O'lim xohlagan vaqti, xohlagan minut, soat, sekundda kelishi mumkin. Buni biz bilmaymiz. O'lim farishtasi kelganda sizni ishongan tog'laringiz, ishonib qo'ygan bratanlaringiz, telexranitellaringiz ham, qorovullaringiz ham, ahrana ham sizga yordam bermaydi. O'lim farishtasi kelganda buni esdan chiqarish kerak emas. Tuproqdan yaralding, tuproqqa kelasan. 2 metrlik qabrni qaziydi-da, shu oq surubga o'rab bitta ko'madi, ustingdan tuproqqa ag'darishadi-da, bitta duo qilib ketishadi. Bo'ldi, sen u yerda o'sha hech kim emassan. Pasporting ham yo'q, noming ham yo'q, sana nomingda bo'lgan mashina, boylik, davlating hammasi boshqa kimnidir nomiga o'tib ketadi. Tamom. Yiqqan tergan davlating kimlargadir o'tib ketdi. Lekin sen yig'ding, harakat qilding, dunyo topding, dunyoing kimga qolib ketdi? Kimlargadir qolib ketdi. Tekinga. U inson hech narsa qilmadi-yu, seni butun boyliging ularga qolib ketdi. Bu dunyoda ham xuddi shunday. Haqiqat bir kun emas, bir kun kelib yuzaga chiqadi. Kasallik yashirsang, isitmasi oshkor qiladi deb bekorga aytilmagan. Turk seriallarini ko'rasizlar. Imperiya, oldingi sultonlar yashagan davrlarda. Ko'rib kelyapsizlar-ku, qancha sotqinlar bo'lgan. Qancha sotqinlar uchun sen agar shunday qilsang, sen yerda vazir bo'lasan. Sen buni bunday qilsang, men seni u yerga hokim qilib qo'yaman degan juda ham ko'p videolar mana ko'ryapmiz. Tarixdan olgan videolarni biz ko'ryapmiz, bizga ko'rsatishyapti. Kitob o'qimasligimiz uchun o'sha kinolarni ko'rsatib berishyapti. Mana oldin tarixda qanday bo'lgan. O'zini farzandlari sotadi-ku, o'zini farzandlari mansab uchun otasini o'ldirishga ham tayyor, onasini o'ldirishga ham tayyor, vatanini sotib olishga ham tayyor. Tushunyapsizmi? Men hozir bitta oddiy misol qilib sizlarga tushuntiraman. Bitta oddiy misol. Kelinglar shu prezidentni yoki vazirni olmaylik. Bitta oilani olaylik. Bitta oila. Ota, prezident, xotin, ona, bosh vazir, uyda dedushkasi yoki babushkasi bo'lsa, maslahatchi, katta singlisi, opasi, anaqalari bo'lsa, energetika vaziri, gaz vaziri, balo battar ketdi, qarindosh urug'lar ketdi. Men sizlarga oddiy qilib tushuntiryapman. Bitta oilada bo'layotgan vaziyatni. Ana endi qarang. Prezident bitta 33 millionmi, 35 million xalq bor. Bitta odam 35 millionning ichida bo'layotgan voqea va hodisalardan xabar topishligi juda ham mushkul narsa. O'shaning uchun bor hokim, bosh vazir, ichki ishlarda qancha organ xodimlari, prokuraturada qancha organ xodimlari, sudyalar, qancha bitta emas, qancha. Lekin shularning bitta boshliqlari bor. Prezident, boshqa balo-battar. Ularni hammasini boshqaradigan konstitutsiya, qonun ustuvor joyda qonun ustuvor bo'lishi kerak. Agar qonun bo'lib turib qonun ustuvor bo'lmasa, bu narsa tez qulaydi. O'shaning uchun qonun ustuvor bo'lishi kerak. Bitta oilada ota etdimi, o'sha otani etilgan gapi gap qonunday bo'lishi kerak. Bizda qanday bo'ladi? Mana sizlarga tushuntirib beray. Ota aytadi: "Bolam, qayerlardan kelyapsan? Ichdingmi?" "Yo'q, ada, ichganim yo'q."
Ne aldayapsan? Ada ichganim yo'q, ozgina ichdim. Tamom. Ozgina baqir-chaqir, so'kish-po'kish qiladi-da, shundan bola kiradi, uxlaydi. Borib bu keyin onasidan gaplashadi. Onasi sen borib bolalaringdan, farzandlaringdan gaplash, o'g'lingga nasihat ber, qizingga nasihat ber, unday qil, bunday qil. Ota yana o'zini onasiga, otasiga, maslahatchilariga aytadi. Ada, oyi gaplashing navorangiz bilan, bunday ish qilmasin, yaxshilik bo'lmaydi. Ko'ryapsiz-ku, men ishlayapman, mana vaqtim bo'lmayapti, deydi. Chunki ota o'zini vazifasini bajaryapti, borib ishlayapti, pul topyapti, chunki pul topish kerak. Uyga ro'zg'or qilish kerak, elektr energiya, gaz, svet, kommunal to'lovlar, unga kiyim olish kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak, uni qilish kerak. Xullas kelam, ota ishlayapti. Vaqt bo'lmayapti. Vaqt bo'lganda imkon bo'lmayapti. Xuddi shu narsa. Ana keyin ota vazirga aytayapti, vazir ona borib boshqachasiga gaplashadi o'zini bolasi bilan, chunki onada otasiga, onasiga, maslahatchisiga aytadi. Ular qanday gaplashadi? Navara boshqachasiga gaplashadi. Energetika vaziriga gapiradi, katta o'g'li yoki katta qiziga. U borib boshqachasiga gaplashadi yoki uradi yoki bir narsa qiladi. Boshqachasiga gaplashadi. Ana keyin uni urgandan keyin bola keladi, "Dada meni urdi" deydi. Katta o'g'lingiz meni urdi, akam urdi. Endi aka bo'lgandan keyin uradi deb aytasiz. Mana qanday ishlaydi. Chunki ota nima deydi? Men aytdim senga ozgina nasihat, tarbiya qilsin degan maqsadda gapiradi. Xuddi shu maqsad bilan hozirgi paytda ham xuddi shunaqa narsalar bo'lyapti. Lekin bu narsa nima uchun bo'lyapti? Chunki mehr, muhabbat, uyda tinchlik, notinchlik, mana shunaqa narsa. Uyda mehr bo'lmagandan keyin, muhabbat bo'lmagandan keyin xuddi shu narsalar bo'ladi. Bu narsalar qayerdan keladi? Bu narsalar qonun ustuvor bo'lmagandan keyin. Qonun bu yurtimizda qonun, uyimizda esa mehr, muhabbat. Otani aytgan gap bor desa borasan, borma desa bormaysan. Chunki ota bilmasdan turib gapirmaydi. Chunki seni yoshingda otang o'zi o'sib bo'lgan. Otang biladi nima bo'lgan, nima qo'ygan. Xuddi shu kabi. Senga bugun mashina olib berdi, aytganini qilmasang, sendan mashinani olib yoki sotib yuboradi yoki boshqa katta o'g'liga yoki kichkina o'g'liga berib yuboradi. Bu yoqda ham xuddi shunday. Lekin ota o'lgandan keyin nima bo'ladi? Ota o'lgandan keyin butun yig'ilgan, terilgan mol va davlatlar bo'linib oladi. Manga, senga urush, janjal, nimaga senga, nimaga menga, unday bunday bo'lib, mana xuddi shunaqa. Davlat ham xuddi shunday. Davlatni oldin oilangdan boshlashliging kerak. Mana sizlarga bitta misolni men keltirib berdim. Bitta misol. Endi mehr, muhabbat yo'qligini isbotlashligini kerak, to'g'rimi? Endi isbotlashi yo'li qanday? Sizlarga savol. Siz erkak bo'lib turib, uydagi erkak bo'lib turib, qachon oxirgi marta o'zingizni ahli ayolingizga, xotiningizga kelib, "Jonim, asalim, chiroyli kiyimlarni kiyib, farzandlaringni olib yoki farzandsiz yur, ikkalamiz bir aylanib kelaylik" yoki sizlab yoki sanlab farqi yo'q. Mehr. Sen bilan aylanmaganimga yoki siz bilan aylanmaganimga ancha bo'ldi. Ketdik birga, bir maza qilib kelaylik. Bitta marojniy yeb kelaylik, jonim. Eslaylik, yoshligimizni eslab kelaylik degan erkak bormi? Bor bo'lsa kommentariyada yozinglar. Qanchasizlar? Yoki ayol o'zini eriga kelib, "Jonim, farzandlarim otasi, mehribon otasi, siz borsizki, siz ishlab pul topyapsizki, bizni boqib, bizni kukulka qilib, qo'lingizdan kelgancha harakat qilyapsiz. Sizga kattakon rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, baraka toping. Olingni oldirmang. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman, adajonasi" deganlar bormi? Busi ham juda ham kam. Bo'lsa yozib qoldiringlar. Mana mehr, muhabbat, sevgi qayerda? Sevgi bo'lmagan uyda, mehr, muhabbat bo'lmagan uyda nimani kutasiz? Hech narsani kutmang. Xuddi shu kabi uyingizda, davlatda ham xuddi shu. Qonun ustuvor emasmi? Katta gapirgani bilan betdagilar o'zini qilgan, bilgan ishini qilishyaptimi? Tamom. Tez orada buzilib ketadi. Dushmanni boshqa yoqdan kutma, dushman o'zingning ichingda.
turk seriallaridan ham mana ko'ryapsizlar, yana qaytarib aytaman. Har bir narsani tarixda o'zi yozib qoldirilgan. Tarixda yozib qoldirildi. Har bir davlatda tepasida turgan inson o'lganidan keyin uni yig'ib tergan mollari, tarqatgan farzandlariga bergan mol dunyolari qayerga ketadi? O'sha sani o'rningga kelgan insonni farzandlariga va uni insonni yaqin atrofidagi insonlarga o'tib ketadi. Mana. Boshqa narsa emas. Chunki qonun ustuvor emas. Uyda qonun mehr muhabbat. Mehr muhabbat bo'lmagan joyda siz hech narsani kutmang. Mehr muhabbat yo'qmi? Xohlagan odamingizdan hujum kuting. Xohlagan odamingiz siz haqingizda yomon gapirishlariga bemalol kutavering. Sababi chunki uyingizda mehr yo'q, ular biladi. Davlat ham xuddi shunday. Davlat ichida mehr, qonun ustuvor bo'lmadimikin, boshqa davlatlar biladiki, shu davlatda mehr, muhabbat, qonun ustuvor emas. Bironta bir inson chiqarib gapirsa, uni borib tezda yo'q qiladi. Tamom, uni hamma biladi. Xuddi bir oila kabi. Qo'ni qo'shning biladimi? Davlatda ham xuddi shunday qo'ni qo'shning biladi. Sani uyingda bo'layotgan narsani qo'ni qo'shning biladi. Uyingda mehr, totuvlik bo'lsa, qo'ni qo'shning nima deya oladi? Biron bir narsa deya olmaydi. Chunki qo'rqadi gapirishga. Biladiki, uyda mehr, muhabbat kuchli. Bir-biriga bo'lgan suyanchi juda ham kuchli. Bir-biriga bo'lgan podдержкасы juda ham kuchliligi uchun oldingdagi qo'shnilaring senga hech narsa gapira olmaydi. Xuddi shu kabi davlat ham xuddi shunday. Oldin o'zimizni oilamizdan boshlashligimiz kerakki, ana keyin chiqib karalashimiz kerak. Oilang tinch bo'lsa, yurting tinch bo'ladi. Mana shunaqa gaplar. Oldin oilangdan boshla. Bitta misolni ko'rsatib berdim. Oila. Farzanding TikTok platformasiga chiqib olib nima ishlar qilayotganini xabaring bormi? Yo'q. Agar bo'lsa ham indamay qo'yasan. Nimaga? Sababi u shu kabi pul topyapti. Seni ham boqayotgandir shu pullari bilan. O'shaning uchun sen tiling qisqiroq. Farzandlaringga gapira olmaysan. Gaping o'tmaydi farzandlaringga. Xuddi shu, mana shu chambarcha, hamma narsa chambarchans bog'liq. O'shaning uchun birovdan yaxshilikni kutmanglar. Qachonki o'zingning uyingda yaxshilik bo'lmasa, o'zingning uyingda tinchlik, totuvlik bo'lmasa ekanki, boshqalardan yaxshilikni kutmanglar. Mana bugungi mavzu shu. Shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketkazgan brilliantlarga teng vaqtinglarga avvalambor rozi bo'linglar. Bu vaqtni hech qachon topib ola olmaysizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlashda har doimgidek birinchilardan bo'linglar.